Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan matematika master kitobini 11-darsimizni boshlaymiz, ya'ni algebra darsligini boshlaymiz, ya'ni daraja va uning xossalarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi aytilyaptiki, misol uchun a ning birinchi xossasini ko'ramiz. Misol uchun a ning n'inchisi degani nima degani? A ning n'inchisi. Bu a nima deyiladi bizda? O'qilishi a ning n'inchi darajasi, to'g'rimi? A ning n'inchi darajasi. Tak, keyingisi misol uchun a nima deyiladi bizda? Daraja asosi tak n daraja. Tushunarlimi? Endi misol uchun aytilsaki bizda a ning n'inchisi degan nima ma'noni anglatadi deydigan bo'lsak, a ko'paytiruv a va hokazo. A dan nechta bo'ladi? N ta. Tushunarlimi? Mana shu ma'noni anglatar ekan. Misol uchun birinchi misolimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ning 5-chisi. Bu degani nima degansa, 3 dan nima qilamiz? 5 marta yozib chiqamiz. 3 ko'paytiruv 3. Hisoblaydigan bo'lsa, 2 tasi 9, 2 tasi 9, 9 ga 9, 81 ko'paytiruvchi bo'lib qoladi va bu ham teng bo'ladi nechiga? 243 ga teng bo'lar ekan bu misolimizning yechimi. Ya'ni C javob chiqadi. Tushunarli-a? Tak, ikkinchi qoidamiz. Birinchi qoida bo'yicha muammo yo'q, ha? Ya'ni nechta son bo'ladigan bo'lsa, shuncha yozib chiqamiz. Misol uchun 2 ni 4-chisi bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? 2 ko'paytiruv 2. Buni hisoblaydigan 2 kar 2 4, 4 ga 2 ni ko'p 8, 8 kar 2 necha ekan? 16 ga teng bo'ladi. Ya'ni C javob chiqadi bu misolimizning yechimi. 5 yozdingiz. Yani javobi 81 chiqqandan keyin yana 3 ko'paytirdingiz. Mana ikkitasi necha? 9, ikkitasi 9. 9 kar 9 necha? 81. Bitta uchimiz qolib ketyapti-da. 81 ni yana 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. Tushundinglar? Keyingisi 3-misolga ahamiyat beramiz. 3-misolda misol uchun 4 ta tashlab ketsak 15 bo'ladi. 8 ni 4-chisi. Bu yerda nima bo'ladi? 8 ko'paytiruv 8, to'g'rimi? 8 kar 8 64 mi? Bu ham 64. Shunda 64 ko'paytiruv 64. Bu ham teng bo'ladi 4000 nechiga? 96 ga. Tushundinglarmi? B javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Keyingisi to'g'ri qo'shsam 2 ni 4-chisi minus ko'paytiruv minus 15. Bu yerda nima bo'ladi? 2 ni 4-chisi nechiga teng? Ha? 16 ga teng. 16 ko'paytiruv minus 15. Tushundinglarmi? Bu ham teng bo'ladi nechiga? Minus nechiga? 240 ga teng bo'ladi. Tushundinglar? Keyingisi 5-misolga ahamiyat beramiz. 5-misol 11 minus 3 ni 4-chisi. Bu yerda nima? 3-4-chisi nechiga teng? 81 ga teng. 11 dan 81 olib tashlasa minus necha bo'ladi? 70 bo'ladi, 100%. Tushundinglarmi? A javob. Keyingisi 6-misolga qaraymiz. 4 kubi minus 2 ni kvadrati. Bu nechiga teng? 4 kubi nechiga teng? Ha? 4 kar 4 16. 16 ga yana bitta 4 ko'paytiramiz. 64. 2 ni 4-chisi, 2 ni kvadrati 4 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsam 60 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni D javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Tushunarli-a? Keyingisi 7-misolga ahamiyat beramiz. Misol uchun 2/3 ning nimasi bo'lsin?
kubi bo'lsin. Bu yerda nima qilamiz desa 2,3 ko'paytiruv 2,3 ko'paytiruv 2,3 ekan. Tak, buni yana yozib olishim mumkin. Nima deb? 23 taqsim 10 ko'paytiruv 23 taqsim 10 ko'paytiruv 23 taqsim 10. 23 ni 23 ko'paytiramiz va yana 23 ko'paytiradigan bo'lsam 12167 bo'lar ekan. 10 ga 10 ni ko'paytiramiz 100, 100 ga 10 ko'paytirsam 1000 bo'ladi, to'g'rimi? Hisoblaydigan bo'lsam bu 12167 ga teng bo'lar ekan. Tushundinglar? Ya'ni B javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Tushunarlimi? Misolchi mana. 8-misol. 0,5 ni kvadrati. Bu yerda nima qilamiz? 0,5 degani 1 taqsim 2, to'g'rimi? Shu 1 taqsim 2 ni 2 marta yozamiz. Necha bo'lib qoladi? 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. 1 taqsim 4 degani, ya'ni 1 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam necha bo'ladi? 0,25 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli-a? Keyingisi mana 9-misolga ahamiyat beramiz. 9-misolda 1,1 nimasi bo'lsin? Kubi bo'lsin. Bu yerda nima qolamiz? 11 taqsim 10 ko'paytiruv 11 taqsim 10 ko'paytiruv 11 taqsim 10 hisoblaydigan bo'lsam 1331 taqsim necha bo'lib qoladi? 1000 bo'lib qoladi. Buni hisoblaydigan bo'lsam 1,331 ga teng bo'ladi. Ya'ni B javob chiqar ekan bu misolimizni yechimi. Tushundinglar? Keyingi tipdagi misolimiz 10-misol. Misol uchun 1,9 dan 1 ko'paytiruv 0,27 minus 3,3 dan 1 ko'paytiruv 0,15 minus 1500 ko'paytiruv 0,1 nimasi bo'lsin? Kubi. Hisoblaymiz buni. Mana bu 5. Tushundinglarmi? Buni nima qilamiz? Har bittasini bitta kasrga aylantirib chiqamiz. Misol uchun mana 1,9 dan 1 buni nima qilib yozib olsam bo'ladi? Noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Necha bo'ladi? 10 taqsim 9. Malades. Ko'paytiruv 0,27 ni 27 taqsim necha deb yozib olsam bo'ladi? 100. 10 desang 2,7 bo'lib qoladi. Minus deymiz. Buni ham 10 taqsim 3 ko'paytiruv 15 taqsim 100. Malades. Minus deymiz. Buni 1500 ko'paytiruv 1 taqsim 10 ku 0,1 degan. Shuni kubi nechiga teng bo'lib qoladi? 1 taqsim 1000 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Barobar. Endi qolganini hisoblaymiz mana. Bu ikkalasiga baxt tilaymiz. Bunga bitta, bunga necha bo'lib qoladi? 3 ta. Nollarga ham baxt tilaymiz. Keyingisi 3 ga bo'lsam 5 bo'ladi. Tak, bu nollarini qisqartirib tashlaymiz. Keyingisi 2 ta nolni chopamiz. Bu yerdan 2 ta nolni chopamiz. To'g'rimi? Endi qolgan narsa birinchisi necha bo'ldi? 3 taqsim 10 qoldi. Keyingisi minus 5 taqsim necha qoldi? 10 qoldi. Minus keyingisi 15 taqsim 10 qoldi. Endi hammasini общий hisoblaydigan bo'lsam necha bo'lib qolyapti? Minus 17 taqsim 10 bo'lib qoldi. Bu ham teng bo'ladi minus 1,7 ga. Tushundinglarmi? Ha? Qaysi javob ekan shunda bizda? B javob. Tushuntira oldimmi buni? Ha? Keyingisi 11-misolga ahamiyat beramiz. 11-misolimizda aytilyaptiki 2 taqsim 3 2 taqsim 3 bo'luv 3 minus 1 ta ko'paytiruv 1,5 ni kvadrati minus 0,25 barobar. Bu yerda nima bo'laman? 2 taqsim 3 ko'paytiruv 1 taqsim necha bo'lib qoladi? 3, to'g'rimi? Minus 1. Ko'paytiruv bunichi 1,5 degani 3 taqsim necha degani? 2. Shuni nimasi ekan? Kvadrati minus 0,25 degani 1 taqsim 4. Hop, shu yergacha 100% tushundinglarmi? 100%. Ha? Keyingisi nima bo'ladi? Bag'i. Hisoblaydigan bo'lsam, mana 2 taqsim necha? 9 minus 1 bo'ladi. Tak, ko'paytiruv 9 taqsim 4 minus 1 taqsim necha ekan? 4. Tushunarlimi? Hisoblaydigan bo'lsam, mana buni
qovusni ichida nima bo'ladi? 9 ni bu tomonga o'tamiz. 9 2 dan 9 olib tashlsam -7 taqsim 9 ko'paytiruv 9 taqsim 4 -1 taqsim necha? 4. Tushundinglarmi? 9 liga baxtliimiz. Qolganini hisoblaydigan bo'lsam nechaga teng bo'lyapti? -7 taqsim 4 -1 taqsim 4. Ikkita minus bo'lganligi uchun nima qilamiz? Qo'shamiz, -8 taqsim 4 hisoblaydigan bo'lsak -2 ga teng bo'lar ekan bu misolimiz nechimi? Ya'ni A javob chiqar ekan. Tushundinglar? Keyingisi minus sonlarda nima bo'ladi? Misol uchun ikkinchi qoidamiz minus A ning misol uchun n'inchisidan qachonki n agar juft bo'ladigan bo'lsa A ning n'ichisini o'zi bo'lib qolar ekan. Tushunarlimi? Agar n toq son bo'ladigan bo'lsa, ya'ni cho'tni и nechotni minus A ning nimasi bo'lib qolar ekan? N'inchisi. Tushundinglar? Ya'ni darajasini toq juftligiga qarar ekanmiz agar minus bo'ladigan bo'lsa. Misol uchun mana birinchi misolimizga ahamiyat beraylik. -3 ning nimasi bo'lsin? 5-chisi. Bu yerda nima bo'ladi? Minusmi? Demak, natijasi nima chiqadi bizda? Minus chiqadi. Tushunarlimi? Ya'ni -3 ning nimasi bo'lib qoladi? 5-chisi. -3 5-chisi -243 ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ha? Keyingisi mana ikkinchi misol. -2 ning nimasi bo'lsin? 4-chisi. Bu yerda nimaga teng bo'ladi? 16 ni o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ning 4-chisi ya'ni 16 ga teng bo'ladi. Tushundinglar? Minus darajasiga toq juft bo'ladigan bo'lsa, natijasi nima chiqadi bizda? Musbat, ya'ni plus chiqadi. Tushuntira oldimmi? Keyingisi -7 ni kubi bo'lsin. Bu yerda nima chiqadi natijasi? Minus chiqadi. Ya'ni 7 ni kubi nechiga teng? 343 ga teng. Молодцы. Tushundinglar? Keyingisi 4 -6 ning kvadrati minus 1 nimasi bo'lsin? 4-chisi. Qaranglar, oldida minus bo'lsa, misol uchun minus A ning n'inchisi bilan minus A ning n'inchisi teng emas. Ikkalasi boshqa narsa. Tushundinglarmi? -6 ning kvadrati bilan teng emas -6 ning kvadrati. Tushundinglarmi? Ikkalasi boshqa narsa. Misol uchun mana bu yerda minus chiqaveradi. Minus necha bo'ladi? 36. Tushundinglar? Agar qovusni ichida bo'lganda nima chiqadi? Plus 36 chiqadi. Endi minus 1 ni 4-chisi nima bo'ladi? Plus 1 bo'ladi. Oldingi minus bilan minus 1 bo'lib ketadi. Tushundinglar? Hisoblaydigan bo'lsak, minus necha ekan? 37. Minus 6 ning ikkinchi darajasi kvadrati. Endi 36 chiqadimi? O'sha aytdim-ku, oldida minusi bilan sizlar mana bu ikkalasini chalkashtirmaylar deb. Teng emas ikkalasi. Bittasida bunda necha chiqadi? -36 chiqadi, bu yoqda +36 chiqadi. Tushundinglarmi? Ikkalasining farqi bor. Keyingisi 5-chisi. 5-chisi misol uchun 0.2 ko'paytiruv 3 ni kubi minus 0.4 ko'paytiruv 2 ning nimasi bo'lsin? 4-chisi. Bu yerda nima bo'ladi? 0.2 degani nima degani? 1 taqsim 5 degani, ya'ni 2 taqsim 10 degani 1 taqsim 5 degani. Tushunarlimi? Ko'paytiruv 3 ni kubi nechiga teng? 27 minus 0.4 degani 2 taqsim 5 mi? 2 taqsim 5 ko'paytiruv 2 ning 4-chisi nechiga teng? 16 ga teng. Молодцы. Tushunarli-ga? Hisoblasam 1 ga 27 ni ko'paytiramiz. 27 taqsim 5 bo'lib qoldi. Minus 32 taqsim 5 bo'lib qoldi.
Endi bu yoqda kattasidan kichkinasini ayab tashlaymiz. minus 5 taqsim 5 bo'ladi. Malades. Minus 5 taqsim 5 bu ham teng bo'ladi minus 1 ga. Tushundinglar? Chiqing. Keyingisi mana tak 6-tipdagi misolimiz aytilyaptiki, qaysi biri minus 1 ga teng. Misol uchun A javobda aytilyaptiki, A javobda minus 1 kvadratni kubi, tak B javobda kubi, C javobda o'zi 1 liboy darajasi nimaga teng deydi? 1 ga teng deydi. Bu yerda minusli bo'lganligi uchun ishorasini nima qiladi? Farq qiladi. Shu joyiga ehtiyot bo'lamiz. Qaysi birining ishorasi minus chiqadi? Qaysi biri minus 1 ga teng? Birinchisini ishlasam, minus 1 va ichidan boshlaymiz. Minus 1 kvadrati nechiga teng? Plus 1 ga teng. Plus 1 ga teng. Plus 1 kubi nimaga teng? Plus 1 ga teng. Keyingisi minus 1 kvadrati plus 1, to'g'rimi? Oldida minus bilan yana minus 1 bo'lib qoladi. Minus 1 kubi minus 1 bo'ladi. Tushundinglarmi? Keyingisi minus 1 kubi minus 1, minus 1 kvadrati plus 1 bo'ladi. Tushundinglarmi? Keyingisi mana minus 1 kubi minus 1 oldi bilan nima bo'lib ketadi? Minus bo'lib ketadi. Plus bo'lib ketadi. Plus 1 kubi plus 1 ga teng. Demak, qaysi javob ekan? B. Tushundinglar? Mana shu holatda ishlab chiqar ekanmiz. Tak, keyingisi libboy soni 0-darajasi nechiga teng? 1 ga teng. Misol uchun A ning 0-si nechiga teng? 1 ga teng. Libboy son misol uchun 2017 ni 0-si ham nechiga teng? 1 ga teng. A nimaga teng emas? Teng emas 0 ga. Ya'ni 0-si ma'noga ega emas. Yoki aniqlanmagan. Tushundinglar? Bu yoq hammasi 0-si 1 ga teng ishlab ketaverasizlar. Javobi 1 ga teng, 1 ga teng deb. Keyingi qoidani yozib beraman. To'g'ri. Misol uchun A ko'paytiruv A ko'paytiruv A va hokazo A bo'ladigan bo'lsa va shudan n ta bo'ladigan bo'lsa A ning nimasi bo'lib qoladi bizda? N-inchisi. Misol uchun n ko'paytiruv n ko'paytiruv n ko'paytiruv n ta ko'paytiruv n bo'lsin. Bu yerda nima bo'ladi? N ni 5-inchisi. 5 ta-ku 5 sonni ko'paytiramiz. Keyingisi ikkinchisi misol uchun minus 2 taqsim 3 ko'paytiruv minus 2 taqsim 3 ko'paytiruv minus 2 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, minus 2 taqsim 3 ning nimasi bizda kubiga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni C javob chiqadi bu misolimizni yechimi. Tak, keyingisi chiqing. Misol uchun 3-misol. XY ko'paytiruv XY 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 Bu yerda nima bo'ladi? 6-si bo'lib qolar ekan. D javob chiqadi bu misolimiz nechun? Tushundinglar? Keyingisi mana 4 5 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 5 va hokazo 5 dan nechta bo'lsin? 25 ta. 5 nechinchisi bo'lib qoladi bu yerda? 25-inchisi. Tushundinglarmi? Ha? Qaysi javob ekan shunda? A javob. Hali bor.
hozir tugasin. Keyingisi Tamam. 5-inchisi bo'ldimi? X ni 5-inchisi ko'paytiruv x. Hisoblaydigan bo'lsak necha bo'ladi? Qaranglar. Bu qaysi qoidadan foydalanamiz desa, misol uchun a ning n-inchisi ko'paytiruv a ning m-inchisi. Bu yerda nima bo'ladi? Darajasini nima qilamiz? Malades, qo'shamiz. Shunda bizda birinchi misolimizni ko'radigan bo'lsak, x ni 5-inchisi ko'paytiruv x. Agar darajasi yozilmagan bo'lsa 1 bo'ladi bizda. Shunda mana 5 plus 1 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsa x ni nechinchisi bo'lib qoldi? 6-inchisi. Ikkinchi misolga ahamiyat beramiz. S ni 7-inchisi ko'paytiruv S ni 3-inchisi. Nima qilamiz bu yerda? 7 ga 3 ni qo'shamiz. Shunda S ni nimasi bo'ladi? 10-inchisi bo'ladi. Tushundinglarmi? D javob. Keyingisi 3 7 ni 5-inchisi ko'paytiruv 7 ni 1-inchisi barobar 5 plus 1-inchisi 7 ni 6-inchisi. Tushundinglarmi? Keyingisi P kub ko'paytiruv P nechi? 11 bo'lsin bu yerda. P 3 plus 11. Hisoblaydigan bo'lsak P ni 14-inchisi bo'ladi. Tushunarli-a? 5-inchisi misol uchun x ni kvadrati ko'paytiruv x ni 5-inchisi ko'paytiruv x ni 4-inchisi. Bu yerda nima bo'lsa x ni 2 plus 5 plus 4. Hisoblaydigan bo'lsa x ni nimasi bo'lib qoladi? 11-inchisi. 6. Misol uchun m ko'paytiruv m ning kubi ko'paytiruv m ning kvadrati ko'paytiruv m ning 5-inchisi bo'lsa, bu yerda ham nima qilamiz? Birinchisining darajasi 1 ga teng. Tushundinglar? Yo'q bo'lganligi uchun 1 ga teng. Keyingisiniki 3, keyingisiniki 2, keyingisiniki 5. Hisoblasam m ni nechinchisi bo'lib qoladi? 11-inchisi bo'lib qoladi. Keyingisi 7-misolga ahamiyat beramiz. Misol uchun 5 ko'paytiruv 5 ni 14-inchisi ko'paytiruv 5 ni kubi ko'paytiruv 5 ni nimasi bo'lsin? Kubi ko'paytiruv 5 ni 5-inchisi. Bu yerda nima bo'ladi? 5 ni 1 plus 14 plus 3 plus 3 plus 5 bo'ladi, to'g'rimi? 5 ni 26-inchisi bo'lib qolar ekan. Tushunarli-a? Keyingisi misol uchun x ni n-inchisi ko'paytiruv x ni 5-inchisi bo'lsa, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda ham darajasini nima qilar ekanmiz? Qo'shar ekanmiz. Tushundinglarmi? Ko'paytiruv bo'lsa doim qo'shib ketaveramiz. Misol uchun 8-misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, 3 ning m-inchisi ko'paytiruv 3 ning 2-inchisi bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi bizda? 3 ning m plus 2-inchisi. 9-misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, k ni 9-inchisi ko'paytiruv k ni n-inchisi. Bu yerda nima bo'ladi? K ni 9 plus n-inchisi bo'ladi. Tushundinglar? Keyingisi deylik 10-misol. 5 ni 8-inchisi ko'paytiruv 25 bo'lsa, bu yerda nima qilamiz? 25 degani nima degani edi? 5 ni 8-inchisi ko'paytiruv 5 ni nimasi edi bu? Kvadratida olsak bo'ladi, malades. Endi 5 ni 8 ga qo'shamiz, ikkini asoslari bir xil bo'lganligi uchun. Qo'shsam 5 ni nechinchisi bo'lib qoladi? 10-inchisi bo'lib qoladi, ya'ni S javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Keyingisi 11-misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, 8 ni asosiy 2 bo'lgan son ko'rinishida yozgin deyapti. 8 degani 2 ni nimasi? Kubi. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi 12 128 ni yozgin deyapti. 128 2 nechinchisi?
2 ni 7-chisi. Tushundinglar? Bularni yozib berdim mana. Nechi songa nechi to'g'ri kelishini. Bular polностью ishlaymiz. Keyingisi mana. Bo'lish bo'lsa nima bo'ladi? Bo'lish bo'lsa ayriladi daraja. Bo'lish bo'lsa ayirib tashlaymiz. Молодцы. Misol uchun a ning n'inchisi bo'lu a ning m'inchisi bo'ladigan bo'lsa, a ning n minus m'inchisi bo'lib qolar ekan. Misol uchun x ni 5-chisi bo'lu x ni nimasi bo'lsin? Kubi bo'lsin. Bu yerda nima bo'lsa, x ni 5 dan 3 ni olib tashlaymiz, nima bo'lib qoladi? X kvadrat bo'lib qolar ekan. Bu misolimizni yechimi, ya'ni D javob chiqadi. Tushundinglar? Birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, S7 bo'lu S3. Necha bo'lib qoladi? S4 bo'lib qoladi. Ikkinchisi M10 bo'lu M7. M3-si kubi. M kub bo'lib qoladi. Tushundinglar? Uchinchisi. Tushunarlimi? Keyingisi mana P39 bo'lib P 25 bo'lsin. Barobar P ni 14-chisi bo'lib qoladi. P javob chiqadi. Tushundinglarmi? Bo'lish bo'lsa nima qilar ekanmiz? Mashq holatga ketaveradi. Tushundinglar? Keyingisi mana to'rga qaraymiz. To'rga misol uchun x ni n'inchisi bo'lu x ni nimasi bo'lsin? 5-chisi bo'lsin. X ni n minus 5-chisi bo'lib qolar ekan. Keyingisi misol uchun a ning 5-chisi bo'lu a ning 4g'si. Bu yerda nima bo'lsa, a ni 5 minus 4g bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Yoki bo'lsa 6-chisini ko'radigan bo'lsak, s bo'lu s ning nimasi bo'lsin? Y-chisi. Bu yerda s 1 minus y-chisi bo'lib qolar ekan. Tushundinglarmi? Mana A javob chiqaveradi buni javobi. Savol yo'qmi? Keyingisi 5 ni nimasi bo'lsin bizda? 5 kvadrati. 5 ni 8-chisi bo'lu 25 bo'lsin. Bu yerda nima bo'lsa, 5 ni 8-chisi bo'lu 5 ni kvadrati. Endi nima qilamiz? 5 ni 6-chisi bo'lib qoladi. Молодцы. Tushundinglar? Ya'ni boyagi qoidadan foydalanib ketaveramiz. Misol uchun birinchi misolimizga qaraydigan bo'lsak, 8 ni 8-chisi bo'lu 64 ekan. 64 degani nima degani? Va 8 ni kvadrat. Darajasini nima qilamiz? Ayirib tashlaymiz. 8 nechinchisi bo'lib qolyapti? 6-chisi bo'lib qolyapti. Keyingisi 128 bo'lu 16 ekan. Bu yerda nima bo'ladi? 126 degani 2 ni 7-chisi bo'lu 2 ni nimasi? 4-chisi. 2 nimasi bo'lib qoladi? Kubi. Tushunarliga? Ya'ni C javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Tushunarlimi? Keyingisi 3-tipdagi misolimiz. Kasr chizig'i degani nima degani edi? 3 ni 15-chisi taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 ni 15 dan ayirib tashlaymiz. Maxrajdagi 3 ni darajasi nechiga teng? 1 ga teng. 3 ni nechinchisi bo'lib qolar ekan? 14-chisi bo'lib qolar ekan. Ya'ni A javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Keyingisi 4 ga ahamiyat beramiz. 3 ni kayinchisi taqsim 81. Bu yerda nima bo'lsa, 3 ni kayinchisi 81 degani nima degani? Kasr chizig'i bo'lish degani. 3 ni nechinchisi? 4-chisi. Shunda 3 ni nimasi bo'lib qoladi? K minus 4-chisi bo'lib qolar ekan. Tushundinglarmi? A javob. Tushundinglar buni? Keyingisi 5-misolga ahamiyat beramiz. 9 taqsim 3 ni nimasi bo'lsin? 5 kayinchisi. Bu yerda nima qilamiz? Kvadrat qilamiz, Aha. 3 ni kvadrati bo'lish deymiz. 3 ni nimasi? 5k. Молодцы. Endi 3 ni 2 minus 5 kayinchisi bo'lib qolar ekan. Tushuntira oldimmi?
2 minus 5 ga S javobiga. Yo'q, kalla qo'yib berib tashlaganmiz, misollari xato-ku. Keyingisi 6-misolga ahamiyat beramiz. 5 ni 5-inchisi ko'paytiruv 5 ni nimasi ekan? Kubi. Taqsim 25 ko'paytiruv 5 ni 4-inchisi. Tepasini hisoblaymiz. 5 ni nechinchisi bo'lib qoladi? 8-inchisi. Bu yoqda mana 5 ni kvadrati ko'paytiruv 5 ni 4-inchisi. Mana 5 ni 8-inchisi taqsim 5 ni 6-inchisi. Endi 5 ni 8 dan ayirib tashlaymiz nechini? 6 ni hisoblaydigan bo'lsam 5 ni nechinchisi bo'lib qoladi? 2-inchisi. Tushuntira oldimmi? Keyingisi misol uchun 7-misolga ahamiyat beramiz. 7 ni 5-inchisi bo'lib 7 ni kubi. 7 ni 5 dan nechini ayirib tashlaymiz? 3 ni ayirib tashlaymiz. 7 ni nimasi qoladi? Kvadrati. Bu ham teng bo'ladi 49 ga. Tushundinglarmi? Siz javob chiqargan. Keyingisi mana 8-misolga ahamiyat beramiz. 8 da 2 ni 4-inchisi ko'paytiruv 3 ni kvadrat taqsim 2 ni kubi ko'paytiruv 3. 2 ni qaranglar, darajalar nechaga teng? 4 minus 3 ko'paytiruv deymiz. 3 ni 2 minus 1-inchisi deymiz. Shunda 2 ning kvadrati ko'paytiruv. Yo 2 ni o'zi ustoz. Ha, 2 ni o'zi, to'g'rimi? 4 dan 3 yapti esa ko'paytiruv 3 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda 6 bo'ladi. 6 bo'lar ekan javobi. 6 qaysi javob bizda? B javob ekan. Tushunmayotgan joylar bo'lsa so'ranglar. Keyingisi mana 9. 3 ni kubi ko'paytiruv 3 ni 6-inchisi taqsim nechi bo'lar ekan? 3 ni 5-inchisi ko'paytiruv 3 ko'paytiruv nechi bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. Hisoblaymiz. 3 nechinchisi bo'lib qoladi? 9-inchisi taqsim 3 nechinchisi? 7-inchisi barobar 3 ni 9 minus 7-inchisi. Hisoblaydigan bo'lsak nechi bo'lar ekan? 3 ni kvadrat. Bu ham teng nechiga? 9 ga. Tushundinglarmi? D javob. Savol yo'q bu bo'yicha. Tak. Nechigacha berdim uyda o'zi? 900. Oho. Ikkita dars o'tdik shekilli bularni. Yo'q, ustoz, buni o'z boshida video olinmadi, ana uni tushuntirib do'stdan o'zi. Xo'p, ikkita darsda emas buni. Ikkita darsda. Ha, qaranglar. Keyingisi mana x ni nimasi bo'lsin? Kubini 5-inchisi, ya'ni qaranglar, bu yerda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, a ning n-inchisi tashqarisida m-inchisi bo'ladigan bo'lsa, darajalar nima qilar ekanmiz? N ga m ni ko'paytiramiz. Tushunarliga, shunda n m-inchisi bo'ladi. Bu yerda ham mana x ni 3 ko'paytiruv 5 teng bo'lar ekan x ni nechinchisi? 15-inchisi. Tushundinglarmi? Ha? Keyingisi misol uchun 11-misol. Beshga to'g'ri ko'paytirib qo'yamiz, 20 bo'ladi. Keyingisi misol uchun x ni x ko'paytiruv deymiz. X ni misol uchun kubi ni kvadrati. Bu yerda nima bo'ladi? X ko'paytiruv x nimasi? 6-inchisi. Men 1 ni qo'shamiz, to'g'rimi? 1 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam, x ni nechinchisi bo'lib qoladi? 7-inchisi bo'lib qolar ekan. Keyingisi misol uchun 13-misol. A ni 6-inchisi ni 4-inchisi ekan. Bo'lib ekan. A ning kubini nimasi? 4-inchisi. Hisoblaydigan bo'lsak, A ni nechinchisi? 24-inchisi ko'paytiruv A ni nechinchisi ekan? 12-inchisi. Endi 12 dan nima qilamiz? 24 dan ayirib tashlaymiz 12 ni. Hisoblasam A ni nechinchisi bo'ladi? 12-inchisi. Tushundinglarmi? Keyingisi 14.
A'ni kubini 5-si ko'paytirib A'ni 4-si taqsim A'ni 12-si. Hisoblasak A'ni 15-si ko'paytirib A'ni 4-si taqsim A nechinchisi bo'ladi? 12-si. Hisoblaymiz. A nechinchisi 19-si taqsim A ni 12-si. Bunda ham A ni 19-sidan aytishman nechini 12-ni. Nechi qolyapti shunda? A 7 qolyapti. Tushundinglarmi? Bunda chiqargan bu misolimizni yechimi. Tushunasizlar? Keyingisi. Misol uchun 15-holat -2x ni nimasi bo'lsin? 5-si. Bu yerda nima bo'ladi desa, mana bu 5 daraja bor-ku, ikkita songa ham tegishli bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun A ko'paytirib B ning n-chisi bo'ladigan bo'lsa, bu A ning ham n-chisi ko'paytirib B ning ham nimasi ekan? n-chisi ekan. Tushunarlimi? Shunda mana -2 ning ham nimasi bu? 5-si ko'paytirib x ni ham 5-si. -2 ni 5-si nechiga teng? -32 mi? -32 x ni nimasi? 5-si chiqar ekan bu misolimizda. Tushundinglar? Ya'ni B javob chiqadi. Keyingisi 16 -8 bx ni kvadrat. -8 ni kvadrati 16 b kvadrat x kvadrat bo'ladi. 64 bo'ladi. Tushundinglar? Keyingisi 17 x y 4 ni nimasi bo'lsin? Kvadrati bo'lsin. Bu yerda ham x kvadrat y nima? 8-si bo'lar ekan. Keyingisi 18 3a kvadrat b 4 y kubni nimasi bo'lsin? 5-si. Kubi bo'lsin. Bu yerda nima bo'ladi? 3 ni kubi nechiga teng? 27 bo'ladi. A nechi bo'ladi? 6-si b ni 12-si y ni nimasi? 9-si. Bo'ldi, tamom. Tushundinglarmi? S javob ekan. Keyingisi misol uchun birinchi holatni ko'raylik. S kvadrat d 10 bo'lsin. Bu yerda aytilyaptiki, shu ifodani ko'rsatkichi 2 bo'lgan daraja ko'rinishida yozgin deyapti. Bu yerda nima qilamiz desa, bizda bitta qoida bor edi, ya'ni A ning n-chisi ko'paytirib B ning ham n-chisi bo'ladigan bo'lsa, nima qilib yozsam bo'ladi? A ko'paytirib B ning n-chisi. Ya'ni n bizda shu yerda necha bo'lish kerak ekan? 2 bo'lish kerak ekan. Darajasini 2 ga bo'ladigan bo'lsam, s d 5 ni nimasi bo'lib qoladi? Kvadrati bo'lib qolar ekan. Tushunarli-a? Misol uchun keyingisini ko'radigan bo'lsak, A4 B6. Bu yerda ham ko'rsatkichi 2. A2 B kubni nimasi bo'ladi? Kvadrat. Mana shunday. Keyingisi mana 3. Bu yerda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, x kvadrat y 4 z nima bo'lsin? 8. Bu yerda nima bo'ladi? x y kvadrat z 4 ni nimasi? Kvadrat. B javob ekan. Keyingisi misol uchun 4 0.25 A10 B6 bo'lsin. Bu yerda nima bo'ladi? 0.25 degani nimani kvadrati degani? 0.5 ni kvadrati A5
va b nima? 3 bo'ladi. 3. Shuni nimasi bo'ladi? Kvadrati bo'ladi. Kvadrati. Bo'ldi, tamom. Tushundinglar? Keyingisi mana 5 ga ahamiyat beramiz. B9 ko'paytiruv C12 ko'paytiruv D ko'p. Bu yerda darajasi necha bo'lsin deyapti? 3 bo'lsin deyapti. 3 ga bo'lib chiqamiz hammasini mana. B3 C4 D shu nimasi bo'lib qoladi? Kubi bo'lib qolar ekan. Tushuntira oldimmi? Misol uchun mana 6-misolga ahamiyat beradigan bo'lsak, 5 ni 15-chisi bo'ladigan bo'lsa, nima deb yozib olsam bo'ladi? 5 ni 5-chisi и вот 3-chisi deb yozib olsam bo'lar ekan. Tushundinglar? Keyingisi mana 7 misol uchun aytilsaki 0,125 minusligi n6 va m6 barobar. Ko'rsatkich 3 bo'lgan bu yerda ham mana. Necha bo'ladi? Minus 0,5 n necha? M ham 2 bo'ladi va shuni nimasi bo'lib qoladi? Kubi bo'lib qolar ekan. Tushunarli-ga? Keyingisi mana 8. Misol uchun 2 taqsim 3 ni nimasi bo'lsin? Kvadrat. Bu qaysi xossadan foydalanamiz deydigan bo'lsak, misol uchun a taqsim b ning n-chisi bo'ladigan bo'lsa, a ning ham n-chisi, b ning ham n-chisi holatida yozib olsam bo'lar ekan. Shunda mana 2 ning ham kvadrati, 3 ning ham kvadrati. Bu teng bo'ladi necha? 4 taqsim 9 ga. Tushundinglarmi? Javob. Keyingisi 9. 5 taqsim necha bo'lsin? 7 kvadrat. 25 taqsim necha bo'ladi? 49 bo'lib qolar ekan. Tushundinglar? Mana shu holatda yechib chiqamiz. Keyingisi misol uchun 10-chisini ko'raylik. 14/4-chisi taqsim bizda aytilyaptiki 2 ning kvadrati ko'paytiruv 3 ning nimasi bo'lsin? Kubi. Bu yerda nima qilamiz? 14 ni qaranglar. 2 ko'paytiruv necha qilsam bo'ladi? 7. Shuni nimasi? 4-chisi. 2 ni kvadrati ko'paytiruv 3 ni nimasi? 3 ni kubi o'zida kelyapti. Endi 2 nechinchisi bo'lib qoladi? 4-chisi. 7 ni 4-chisi taqsim 2 ni kvadrati ko'paytiruv 3 ni nimasi? Kubi. Hisoblaymiz. 2 ni 4 minus 2 nechiga teng bo'lib qoladi? 2 ko'paytiruv 3 deb yozib ketganman. 7 ekanmi? Adash yozibman. 7 mana bu ham 7 bo'ladi. Tak bu ham 7 bo'ladi. 7 nimasi bo'lib qoladi? Birinchisi bo'lib qoladi, to'g'rimi? 4 ko'paytiruv 7 teng bo'lib qolar ekan nechiga? 28 ga. Tushunarli-ga? Keyingisi mana 11-misolga ahamiyat beramiz. 15 ni 4-chisi taqsim 3 ni 4-chisi ko'paytiruv 5 ni kvadrati ko'paytiruv 25, to'g'rimi? Barobar. Hisoblaymiz. 15 ni nima deb yozib olsam bo'ladi? 3 ko'paytiruv 5 ni nimasi? 4-chisi. Keyingisi mana 3 ni to'g'rimi? Shunda mana 3 ni 4-chisi ko'paytiruv 5 ni 4-chisi taqsim 3 ni 4-chisi ko'paytiruv 5 ni ham 4-chisi, to'g'rimi? Bu ikkalasiga baxtlaymiz, bu ikkalasiga ham baxtlaymiz. Nechta chiqar ekan? 1 qolar ekan. Bu misolimizni yechimi. Tushunarli-ga? Keyingisi
16ni kvadrati ko'paytiruv 3ni nimasi bo'lsin? 5-si taqsim 12ni nimasi bo'lsin? 4-si. Bu yerda nima bo'ladi? 16 degani nima degani bizda? 2ni 4-sini nimasi? Kvadrati ko'paytiruv 3ni 5-si o'zi kelyapti. 12 degani 4 ko'paytiruv 3mi? Shu nimasi ekan? 4-si. Endi hisoblaydigan bo'lsam 2ni nechinchisi? 8-si ko'paytiruv 3ni 5-si. Taqsim bu yoqda ham 4 degani 2 ni kvadrati-ku. 2 ga 4 ni ko'paytiramiz, 2 ni 8-si bo'lib qoladi. Ko'paytiruv 3 4-si. To'g'rimi? Mana ikkalasiga baxt tilaymiz. Bu ikkalasini qisqartiradigan bo'lsam 3 ni o'zi qolar ekan. Tushundinglar? Tak, keyingisi misol uchun 13 bo'lsin. 0,25 shuni nimasi ekan? 7-si ko'paytiruv 4 nimasi bo'lsin? 7-si. Bu yerda nima bo'ladi? Darajalari bir xil. Bitta qopga solsam bo'ladimi? Shuni 7-si bo'ldi. 0,25 4 ko'paytiradigan bo'lsam 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 0,25 degan 1 taqsim 4 ko'paytiruv 4 bo'ladi, to'g'rimi? Shuni 7-si ekan. Tushundinglarmi? Bu ikkalasi ketadigan bo'lsa 1/7-si teng bo'lib qoladi nechiga? 1 ga. Tushuntira oldimmi? Ha? Tak, keyingisi 14. 5 taqsim 5 ni kubi taqsim 6 ni kvadratini 4-si ko'paytiruv 2 taqsim 3 ni 5-si deylik. Ko'paytiruv 3 taqsim 5 ni 7-si. Shuni nima qilishimiz kerak? Ishlashimiz kerak, to'g'rimi? Qaranglar, bu yerda nima qilamiz desa, 5 nechinchisi bo'lib qoladi? 12-si, to'g'rimi? Taqsim 6 nechinchisi bo'lib qoladi? 8-si. Mana ko'paytiruv ikkinchi qovusini ochamiz. 2 ni 5-si taqsim nechi bo'ladi? 3 ni 5-si. Ko'paytiruv 3 ni nechinchisi? 7-si taqsim 5 ni nechinchisi? 7-si. Молодцы. Endi nima qilamiz desa, bu ikkalasiga baxt tilaymiz. Nechi qoladi bu yoqda? 5 qoladi, to'g'rimi? 12 dan 7 ni olib tashlsam 5 bo'ladi. Keyingisi bu ikkalasini qisqartirib tashlsam ham nechi qoladi? 2 qoldi, to'g'rimi? Endi yozib chiqamiz qolganini, misol uchun. Tak, men 6 ni men nima deb yozib olishim mumkin? 2 ni 8-si ko'paytiruv 3 ning ham nechinchisi? 8-si. Bizda qolgani mana 5 ni 5-si qoldi, to'g'rimi? Ko'paytiruv 2 ni 5-si qoldi, to'g'rimi? Ko'paytiruv 3 ni 2-si qoldi. Tushunarli-a? Mana ikkalasini qisqartirib tashlaydigan bo'lsam, bu yerda nechi qoladi? 6-si qoladi. Bu ikkalasini qisqartirib tashlaydigan bo'lsam, 2-si emas, 3-si qolar ekan. Tushundinglar? Hisoblaydigan bo'lsam, shunda mana 5 ni kvadratda 5 ni 5-si qoldi tepada, pastda 2 ning kubi ko'paytiruv 3 ning 6-si qoldi. Tushundinglarmi? Bitta ozgina xato ketib qolgan. Nam 3 emas 5 ekan. Nam 3 emas 5 ekan. Kitobda xato yozib ketgan. Shuni ham nechi bo'ladi? 5 ni 5. Shunda tepadagi 7 bo'ladi. Kim u? Beg'amxon. Ashtan bu yog'ini ishlaymiz qaytadan.
Qaranglar, bu, ivot bu hammasi ketadimi shunda? 12 bo'lib qoladi-ku. Tak, qolganini yozib chiqsam, bunga tegmay turamiz. Shunda mana tepada qolgan 2 ni 5-inchisi ko'payib turib 3 ni nimasi qoldi? 7-inchisi pastda qolgan 2 ni 8-inchisi ko'payib turib nechi qoldi? Bo'ldi, qolmadi. 3 ni ham 8-inchisi, to'g'rimi? Ha. Endi qaranglar, bu yerda nima qilamiz? Bu ikkalasiga vaqtlaymiz. Bu yoqda bitta qoldi. Bu yoqda ham nechi qoldi? 3 qoldi, to'g'rimi? Shunda bizda mana tepada 1 qoldi. Tak, 2 ni kubi 8, ko'payib turib 3 qoldi, to'g'rimi? Hisoblaydigan bo'lsam 1 taqsim necha ekan? 24. Tushuntira oldimmi? Keyingisi ham bitta misol ko'raylik, mana shunga oid. 15, 14 taqsim 15. Va shu nimasi ekan? 4-inchisi ko'payib turib 2,5 ni nimasi ekan? Kubi ko'payib turib 2 taqsim 7 ni 4-inchisi ekan. Bu yerda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, mana 14 ni nechinchisi bo'lib qoladi bu? 4-inchisi bo'ladi-ku. Shuni men 2 ni 4-inchisi ko'payib turib 7 ni 4-inchisi deb yozib olaman. Hech kim hab bo'lmaydimi shunda? 2 ga 7 ni ko'paytirsam 14 ku. 15 ni 4-inchisini ham 3 4-inchisi ko'payib turib 5 ni 4-inchisi deb olaman. Ko'payib turib 2,5 degani 5 taqsim 2, to'g'rimi? Shunda men 5 ning kubi ko'payib turib 2 ning nimasi bo'lib qoldi? Kubi bo'lib qoldi mana. Ko'payib turib keyingisi mana 2 ni 4-inchisi taqsim necha bo'ldi? 7 ni 4-inchisi bo'ldi. Bo'ldi shu. Endi keyingi qiladigan ishimiz qisqartirish. Mana ikkalasiga vaqtlaymiz, to'g'rimi? 2 bu yoqda bitta qoladi, to'g'rimi? Tak, necha qoldi? 5 bilan 5 dedi. Bu yoqda bitta qoladi, to'g'rimi? Bo'ldi. Tepada qolgan necha qoldi? 2 ni 4-inchisi. 2 ni 5-inchisi bo'lib ketadi, 1 bilan qo'shsam. Ha. 2 ni 5-inchisi, 3 4-inchisi, 5 ni 1-inchisi. 5 ni 1-inchisi. To'g'rimi? Ha. Hisoblaydigan bo'lsam, bu nechiga teng bo'lib qoladi? Bitta ham qayerdadir xato ketdik-da. 5 taqsim 2 ni 4-inchisi, 2 ni 4-inchisi. To'g'rimi? Mana 3 taqsim etdik ekan-ku. 3 ekan mana. 3 bo'lsa mana ham 3 bo'lib ketadimi? Ikkalasi. Shuni ham ikkalasi ketdimi? Ha. 7 qoladi. Yo'q. Tak, 7 ham ketdimi? Ha. Tak, mana bu ketdi, to'g'rimi? Ha. Bu ham ketdi. Ha. 5 ham ketdi. 5 dan bitta. 5 bitta qoldi. Ha. Tak, tepada necha qoldi? 2. Tak, bu bilan bu ketdi, bu yoqda bitta qoldi. Ha. Bu ketdi, pastda bitta 5 qoldi. Shunda 2 taqsim 5 qoladi. Bu ham teng bo'ladi 0.4 ga. Tushundinglar? B javob ekan. 0.4. Tak, keyingisi 16-misol. Ne bu rang o'zgarib? 16-misol. Aytilyaptiki, bizda 2 ko'payib turib 11 nimasi ekan? 31-inchisi minus 5 ko'payib turib 11 30-inchisi. Qattim gapirib qo'ydim. Uzilib ketdi. Ha? Uxlamadi? Nima deydi? Shamollagandim dedi. Malades. Qaranglar, bu yoqda 11 nechinchisi eng kichkina darajasi 30-inchisimi? Umumiy ko'paytiruvchi sifatida 11 30-inchisini qovusdan chiqarib oldim. Shunda mana 2 ko'paytiruv nechi qoladi bizda? 11 qoladi minus bu yoqda 5 qoladi. Tushundinglarmi? Shunda mana 11 30-inchisi ko'paytiruv nechi qolar ekan? 22 dan 5 ni tashlsam 17. Tushundinglar? 17 ko'paytiruv 11 30-inchisi. Ya'ni B javob chiqadi bu misolimizning yechimi. Tushundinglar? Keyingisi mana 17-misol. 17-misolda mana 5 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 7 nechinchisi bo'lsin? 15-inchisi minus 19 ko'paytiruv 7 nechinchisi bo'lsin? 14-inchisi. Va taqsim 7 ni 16-inchisi
plus 3 ko'paytiruv 7 ning 15-chisi. Tak, qaranglar, tepasida umumiy ko'paytuvchi sifatida nechini olib chiqsam bo'ladi? Tepasi sami 7 ni. Aha. 14-chisi. Mana 5 ko'paytiruv deymiz, 7 nechisini olib chiqa oldik? 14-chisini olib chiqa oldik. Shunda mana tepada qolgan 3 ko'paytiruv 7 minus 19 qoldi, to'g'rimi? Taqsim. Bu yoqda nechi qoldi? 7 nechisini olib chiqa oldim? 15-sini olib chiqa oldim. Shunda qoldi, menda qoldi 7 plus 3 qoldi, to'g'rimi? Barobar hisoblaydigan bo'lsam 5 ko'paytiruv 7 ni 14-chisi ko'paytiruv 21 dan 19 ga olib tashlaymiz. 2 mi? Taqsim. Tak, 7 ni 15-chisi ko'paytiruv 10 bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Men qisqartirib tashlayman bu ikkalasini, chunki 10 ga tengda ko'paytmas. Tak, bularni ham qisqartirib olsam 7 ni hozir. 1 taqsim nechi qoldi? 7 qolar ekan. Tushundinglarmi? Shunda bizga uyga vazifa nechi bo'lyapti? 916 Vazifa 916 gacha. Nechidan? 711 dan. Yo'q. 711 dan. Tushundinglarmi? To'liq ishlab kelamiz. Chiqmagan misolingiz bo'lsa keyingi dars aytasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.